Assalomu alaykum ahli to'yinlar. Qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatliklar zo'rmi? Shashamay yuribsizlarmi? Biz ham va nihoyat Rossiyaga keldik. Bir Kremlda tomosha qildik dedik. Tomoshaga keldik. Qanday kelding deganlarga aytib qo'yaylik. Buxtardan uchdik Sheremetovga. Sheremetovda короче vaziyat qanday desam bo'ladi. 3-4 soatda odamlar chiqib ketyapti-da. Qaytganlar bo'ldimi deganlarga qaytganlar ham bo'ldi. Adashmasam bir 10-15 kishini qaytardi. Proverka, shunga обычно proverka qilib qo'yib berayapti. Nasib qilsa endi biz 3-4 oy, 3 oyda 3 oy shu yerda bo'lamiz nasib qilsa. Nasib qilsa ijod shu yerda qilaveramiz. Aynilar Brentaning mashina bor, masalan, qilib Brent bo'lsa sotib, bizga bemalol murojaat qilasizlar. Nasib qilsa shu yerda nomer yozilgan. Biz barib turib qo'ldan kelgancha xo'shaylab chiqarishga harakat qilamiz. Jonlari zamon bo'lsin, aytgancha yana bitta gap qolib ketibdi. Bashara Brent, ya'ni Navruz bu kun reklama qildi ana karta to'g'risida, sim karta to'g'risida. Shuni barib turib ko'ramiz, haqiqatan 10-15 minutda ish bitdimi ekan? Shuni ham videosini qo'yamiz aynilar. Jonlari zamon bo'lsin. Video kanalimizdan qarashib uzoqlashmangizlar. Nasibsa yangi xo'shire video chiqaraveramiz. Только bapesh. Aynalar va nihoyat barib ko'rdik shu Navruz reklama qilgan joyda. Geometriya, gosluk, snilis, sim karta, Tinkoff karta polisi to'g'rilab oldik. 10-15 minutda sразу ishlaringiz bitadi ekan. Kelaversangiz bo'ladi. Adres qayerda dersizlar? Adres Metro Prospekt, Vernasiz 7-vixda ekan. Bemalol borib turib sizlar ham to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Jonlar zamon bo'lsin, Tolka bapesh.